O, Arman, Amrajon, assalomu alaykum. Qanaqa ahvoling? Yaxshi adash. Sen-chi qanaqa? To'layotgan adashman. Ma'qul adash. Shu vaqt bo'qatganda shu kirib choy ichaylik. Shu menmi ayolim bilan tomoq ichib olay deb kirgan edim. Assalomu alaykum. Salomchi. Ha, ayolingmi? Ha, adash mehribon. Ayolim o'rab qo'yitsa-ku rehlarga. Qarg'in adash mening ayolim qanday? Chiroyli chiroybat, figursi, qarab tahrirlanib o'tirma. Yumqig'ini adash ayolim. Bu zamondaymiz, asrdaymiz. Haqiqatda qiz bola degan, ayol kishi degan shunday kiyinish kerak. Ikkinchidan, shaxsiy transport bilan jamoat transportining farqi ko'p. Ha, adash u degan durust ha. Biroq bizning transport bilan ayollarimizning nima aloqasi? Jamoat transport bu jamiyatni, xalqniki. Shaxsiy transport u faqat meni.